Mana uni qaranglar-da akalar. Alloh beraman desa hech gapmas ekan. Bundan 2 yil oldin auksionga qatnashib, mana shu ko'rib turgan yerlaringni yutib oldim. Ishqoralar kelib turib, "Hey, beyda hech balo bo'lmaydi, toshliq joyda uyingga borib qo'ylarni baqib, beyda topshirib yubor" dedi. Men miyam umnilik qilib turib, Shoptoli ko'chatlardan bosib qo'ydim akalar. Mana oradan 2 yil o'tib turib, hozirgi kunga kelib turib, mana bu 5000 ta shoftolim 2 kilodan soldi. 2 kilodan bunday hisoblasangiz ham 10 tonna shoftoli beryapti. Men yaxshi, softil, insofli insonligim uchun bozorda ko'rib turgan shoftolingiz 40 ming, 35 ming sotilganda 20 mingdan ham berib yuborsam 200 million bo'lyapti, ichqoralar. Men yaxshi insonligim uchun ko'rib turgan shoftoli ko'chatlaring eng birinchi O'zbekistonda pishadigan ko'chat bo'ladi. Xalq maza qilsin deb mana shu ko'chatlarimdan saralatib xalq uchun sotmoqchiman. Sizlarga mana shunaqa sifatli, serpil qiladigan ko'chatlar kerak bo'lsa, pastga nomerlar qo'yib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Mazasini qaranglar. Ishqoralar, endi qayga ketasizlar? Men qo'y baqaymi, sizlarmi? Joninglar sog' bo'lsin.